2026 yilgi Kia Sportage bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik hayot uchun qulaylikni birlashtirgan yangi avlod krossoveri bo'lib, u global bozorda eng talabgir SUV modellaridan biri sifatida yana bir bor o'z mavqeini mustahkamlab kelmoqda. Kia kompaniyasi ushbu modelda oldingi avlodning eng kuchli jihatlarini saqlab qolgan holda, dizayn, xavfsizlik, texnologiya va yoqilg'i tejamkorligi bo'yicha sezilarli yangilanishlarni taqdim etgan. 2026 Kia Sportage tashqi ko'rinishidan boshlab ichki makonigacha haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Avtomobilning tashqi dizayni Kianing Oppostes United dizayn falsafasiga asoslangan bo'lib, agressiv va futuristik ko'rinish bilan ajralib turadi. Old qismida keng va zamonaviy radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u brendning yangi avlod Tiger Nose uslubini namoyon etadi. LED kunduzgi chiroqlar bumerang shaklida ishlangan va avtomobilga yanada zamonaviy hamda tanib bo'ladigan ko'rinish beradi. Asosiy faralar ingichka va chuqur joylashtirilgan bo'lib, tunda juda kuchli va aniq yoritishni ta'minlaydi. Kapotdagi keskin chiziqlar va aerodinamik shakl avtomobilga sportiv ruh bag'ishlaydi. Yon tomondan qaralganda 2026 Kia Sportage o'zining muvozanatli proporsiyalari bilan ajralib turadi. Keng g'ildirak arkalari, yirik qotishmali disklar va pastga qarab tushuvchi tom chizigi unga dinamik ko'rinish beradi. 18, 19 va ayrim bozorlarda 20 dyuymli disk variantlari mavjud bo'lib, ular avtomobilning umumiy qiyofasini yanada boyitadi. Orqa qismida esa uzluksiz LED stop chiroqlari, sportiv bamper va ikki tomonlama diffuzor dizayni joylashgan bo'lib, bu Sportage'ga premium sinfga xos ko'rinish bag'ishlaydi. Saloniga kirganingizda 2026 Kia Sportage sizni texnologiyaga boy va yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan interyer bilan kutib oladi. Old panel to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, ikkita katta ekran bir butun egri panel shaklida joylashtirilgan. Biri raqamli asboblar paneli. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham charchoqni kamaytirishga xizmat qiladi. Old o'rindiqlar elektr sozlanishi, isitilishi va ventilyatsiya funksiyalariga ega. Yuqori komplektatsiyalarda charm yoki ekocharm qoplamalar qo'llanilgan. Orqa o'rindiqlarda esa keng oyoq joyi va bosh uchun yetarli masofa mavjud bo'lib, bu oilaviy sayohatlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Orqa qatordagi o'rindiqlar yotqizilganda, yukxona hajmi sezilarli darajada kengayadi va katta hajmdagi yuklarni ham bemalol joylashtirish imkonini beradi. 2026 Kia Sportage texnologiyalar borasida ham zamonaviy talablarni to'liq qondiradi. Apple CarPlay va Android Auto simsiz ulanish orqali ishlaydi. Bu esa haydovchiga smartfon imkoniyatlaridan to'liq foydalanish imkonini beradi. Ovozli boshqaruv tizimi yordamida navigatsiya, musiqa va iqlim nazoratini qo'l tekkizmasdan boshqarish mumkin. Premium audio tizim, jumladan Harman Kardon yoki shunga o'xshash yuqori sifatli karnaylar bilan jihozlangan variantlar mavjud bo'lib, salon ichida toza va kuchli ovoz taqdim etadi. Xavfsizlik masalasida 2026 Kia Sportage o'z sinfidagi eng ilg'or tizimlardan biri bilan ta'minlangan. Avtomobil old to'qnashuvni oldini olish tizimi, piyodalarni aniqlash, adaptiv kruiz nazorat, yo'l chizigini saqlash yordamchisi, kor joylarni monitoring qilish va orqaga harakatlanishda avtomatik tormozlash kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Shuningdek, 360 darajali kamera tizimi va avtomatik parkovka yordamchisi haydovchiga tor joylarda ham oson manevr qilish imkonini beradi. Dvigatel variantlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Kia Sportage bir nechta quvvat uzatish tizimlari bilan taklif etiladi. Benzinli dvigatellar orasida 2.0 va 2.5 litrli atmosferali va turbomotor variantlari mavjud bo'lib, ular muvozanatli quvvat va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Bundan tashqari gibrid va plug-in gibrid versiyalar ham mavjud bo'lib, ular ekologik toza haydashni xohlovchilar uchun ideal tanlov hisoblanadi. Transmissiya sifatida avtomatik uzatmalar qutisi taklif etiladi va ayrim bozorlarda to'liq uzatmali amp tizimi mavjud. Bu tizim yo'l sharoitiga qarab quvvatni old va orqa g'ildiraklar o'rtasida taqsimlab, yomon ob-havo yoki notekis yo'llarda ham barqaror harakatlanishni ta'minlaydi. Osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, u yumshoq va qulay yurishni sportiv boshqaruv bilan uyg'unlashtiradi. Yoqilg'i tejamkorligi 2026 Kia Sportage'ning yana bir muhim afzalligi hisoblanadi. Zamonaviy dvigatellar va aerodinamik dizayn tufayli shahar va trassa sharoitida yoqilg'i sarfi optimallashtirilgan.
Gibrid variantlar esa ayniqsa shahar ichida juda kam yoqilg'i sarflab, ekologiyaga kamroq zarar yetkazadi. Bu esa nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki kelajak talablariga ham mos keladi. Kundalik foydalanishda 2026 Kia Sportage juda qulay va amaliy avtomobil sifatida namoyon bo'ladi. Keng salon, katta yukxona, ko'plab saqlash joylari va zamonaviy qulayliklar uni oilaviy avtomobil sifatida ideal tanlovga aylantiradi. Shu bilan birga, sportiv dizayn va kuchli dvigatel variantlari yosh haydovchilar va faol hayot tarzini yoqtiradiganlar uchun ham jozibador. Xulosa qilib aytganda, 2026 Kia Sportage bu zamonaviy texnologiya, yuqori xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni o'zida mujassam etgan crossover bo'lib, u o'z sinfida kuchli raqobatchi sifatida maydonga chiqadi. Agar siz kundalik hayotda qulay, uzoq safarlarda ishonchli va tashqi ko'rinishi bilan ham ko'zni quvontiradigan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Kia Sportage siz uchun a'lo tanlov bo'lishi shubhasiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha